Hop, assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan JavaScript'da o'zgaruvchilar mavzusini o'tib o'tamiz. Xo'p, o'zgaruvchilar har bitta dasturlash tilida mavjud bo'lgan mavzu bu o'zgaruvchilardir. Dasturlash bu e, juda ham ko'plab ma'lumotlar bilan almashiniladigan sohadir. Ya'ni biz kod yozayotganimizda judayam ko'p ma'lumotlarni bir-biriga bog'laymiz, bir-biriga ulaymiz, bir-biriga bog'liqli holda ishlatamiz. Funksiyalar tuzishimiz mumkin va ma'lum bir funksiyalar yoki elementlarni, ma'lum bir ma'lumotlarni ular katta bo'lishi ham mumkin, kichik bo'lishi ham mumkin. Ularni bir necha marta qayta-qayta ishlatishimizga to'g'ri kelib qoladi. Hop, o'shanday holatlarda biz o'zgaruvchilardan foydalanamiz. Ya'ni o'zgaruvchilarsiz biz deyarli kod yozolmaymiz. Hop, o'zgaruvchilar nima? Tasavvur qiling, o'zgaruvchilarni sizga shunday tushuntirib beraman, o'zim hayotiy misol bilan. Misol uchun siz dasturlashni o'rganyapsiz, dasturlashni qanaqadir o'quv markazida o'rganyapsiz. Misol uchun o'quv markazi sizga talab qo'ygan, o'zingizni noutbukingiz bo'lishi kerak deb va yana bir qancha talablar bor. Misol uchun sizda noutbukingiz bor. Misol uchun HP Victus noutbukingiz bo'lishi mumkin. Siz nimasini olasiz noutbukingizda? Sichqonchasini ham olasiz, zaryadchiklarini ham olasiz. Misol uchun kun bo'yi o'qishda bo'lsangiz, zaryadi ham yetishi kerak bo'ladi. Mana shu narsalarni olasizdan nimaga solasiz? Sumkangizga solasizdan va o'qish joyiga borasiz. Tasavvur qiling, agar siz o'qish joyingizga faqatgina noutbukni o'zida borsangiz kifoya bo'ladimi? Sizni ishingiz optimal bo'ladimi? Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Chunki bir necha soatdan keyin noutbuk zaryadi tugaydi. Balki sichqonchasiz ishlashda qiynalarsiz. Mana shunaqa muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bu yerda sumkaning o'rni juda ham kattaki, u sizga kerak bo'lgan barcha elementlarni bitta joyga jamlab, siz bilan istalgan joyda birga bo'lib, ana shunday noutbukingizdan bemalol foydalanishingizga sharoit yaratib beradi. Xo'p, bu endi tashqaridan tushuntiruv edi. JavaScriptda ham o'zgaruvchilar xuddi mana shunaqa. Umuman barcha dasturlash tillarida o'zgaruvchilar mana shunaqa. Ular ma'lumotni vaqtincha kompyuter xotirasida RAMda saqlaydi va kerakli joyda o'zgartiradi va kerakli joyda biz undan foydalanaveramiz. Xo'p, JavaScriptda o'zgaruvchilar yaratishda uchta usul bor, uchta ko'rinish bor desak ham bo'ladi. Bular var, let va const. Xo'p, keling bularni hozir o'chirib turaman, kerak emas. Xo'p, biz demak ko'rishimiz kerak bo'lgan 3 xil o'zgaruvchi turlari bu var, let va const. Yaxshi. Keling, bitta o'zgaruvchi ochib ko'raman. Birinchi o'rinda let kalit so'zini ishlatib ko'ramiz. Let, misol uchun ism deyman. Teng Davlatbek. Va nuqta virgul qo'yib qo'yamiz. Misol uchun bu qo'ysangiz ham, qo'ymasangiz ham hech narsani hal qilmaydi. Xo'p, kodimizga unaqa ta'sir ko'rsatmaydi. Hozir nima bo'ldi? Hozir men let kalit so'zini ishlatgan holda, ya'ni let kalit so'zini ishlatib, men ism degan yangi o'zgaruvchi oldim. Ya'ni hozir ism nimaga teng? Davlatbek degan string ma'lumotga teng bo'ldi. Xo'p, Davlatbekka teng bo'ldi deyaveraylik. Mana endi keling, mana shu ismni outputga chiqarib ko'ramiz. Xo'p, bizda outputga chiqarish uchun konsol bor edi. Console.log ismni chiqarib ko'ramiz. Xo'p, menimcha tushundingiz. Ism degan o'zgaruvchi yaratdim. Uni let kalit so'zida e'lon qildim. Ya'ni JavaScriptda 3 xil ko'rinishda o'zgaruvchilarni e'lon qilish mumkin ekan. Xo'p, keling endi mana shu konsolni ko'rib olamiz. Xo'p, konsolga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerga Davlatbek keldi. Ko'ryapsizmi? Demak, bizda hozir ism nimaga teng?
Ism o'zida Davlatbek degan so'zni o'ziga qabul qilib oldi. Tasavvur qiling, endi bizga mana bunday jumla kerak. Xo'p, konsol.logga chiqarishimiz kerak. Xo'p, salom degan so'z, salom va misol uchun salom Davlatbek degan so'zni chiqarishim kerak. Nima deb yozaman? Salom deyman va yana mana bu yerga Davlatbek deb yozishim kerakmi? Yo'q, shart emas. Keling bu yerga hozircha vergul qo'yib turamiz. Ism deb yozaman. Ism. Endi ko'ramiz. Salom Davlatbek degan bizni konsolimizga ism chiqib keldi. Mana shunaqa yozuv chiqib keldi. Xo'p, demak mana bu yerdagi ism mana bu yerga kelyapti. Ya'ni hech qanaqa bu yoqda o'zgarib ketgani yo'q, boshqa bo'lgani yo'q. Shunchaki ism Davlatbek degan stringni olib oldi o'ziga va uni istalgan joyda biz ishlatib ketaveramiz. Xohlagan joyimizda ishlatib ketaveramiz. Endi boyagi qoida bo'yicha yana gaplashadigan bo'lsak, o'zgaruvchilar nima dedik? Vaqtincha ma'lumotlarni saqlaydi. Nima uchun vaqtincha? Nima uchun o'zgaruvchi o'zi nomi? Mana shu narsaga hozir keling, mana shu savollarga hozir javob beraman. Nima uchun o'zi o'zgaruvchi? Keling, endi men ism degan yangi o'zgaruvchi e'lon qilib uni yaratib bo'lganimdan keyin uni o'zgartirib ko'ramiz. Keling, ismni Abdullaga tenglashtiraman. Abdulla. Ana endi konsolni ko'radigan bo'lsak, birinchi Davlatbek chiqdi, keyin Salom Abdulla degan yozuv chiqdi. Xo'p, bu yerda nima bo'ldi endi? Kod tepadan pastga qarab o'qiladi. Kompyuter kodimizda ismni Davlatbekka tenglab olyapti xotirasida va console.logga ismni chiqarganimizda outputga Davlatbek chiqyapti. Yaxshi, okey. Va kod yana pastga kelyapti-dagi, misol uchun 15-qatorga kelib ismni bu Abdullaga tenglashtiryapti deyapti. Endi xotiradan Davlatbek degan ma'lumot o'chib ketdi-dagi, ism yangi Abdulla degan ma'lumotga teng bo'ldi. Va bundan buyog'iga konsolga ismni ishlatadigan bo'lsam, endi bundan buyog'iga Abdulla kelib chiqadi. Xo'p, bu bitta misol edi. Keling, yana bitta ikkita misol ko'ramiz. Let o'zgaruvchisiga misol uchun x degan son beraman. 12 ga teng bo'lsin. Xo'p, yana let y degan son beramiz. Bu 10 ga teng bo'lsin. Xo'p, keling, bu ikki sonning yig'indisini chiqarib ko'ramiz konsolga. Mana bunda yoziladi console.log x plus y, to'g'rimi? Va nima chiqadi? 22 chiqadi. Mana endi keling, mana shu ikki sonning yig'indisini 2 ga bo'linganini top degan qanaqadir shart keldi misol uchun. Shu ikki sonning yig'indisini hop yig'indisini toping degan misol uchun qanaqadir shart keldi bizga. Nima deymiz biz? Buni baribir yig'indisini topib olib, yig'indisini toping, yig'indisini yarmini deylik, kelinglar, yarmini toping deylik. Shunaqa shart keldi. Buni qanday ishlaymiz? Hop, nuqta bo'ladi. Demak, biz nima qilishimiz kerak? Bu ikkita sonni yig'indisini topishimiz kerak. Yig'indisi hop 22 ga teng bo'ldi. Lekin bu qanday buni ushlab olamiz? Qanday buni yig'indisini ishlata olamiz? Hop, baribir bizga nima kerak bo'ladi? Agar biz uni outputga chiqarmoqchi bo'lsak, qiynalamiz. console.log deyman. Biz arifmetik amallardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun x deymiz, plus y deyman. Xo'p, arifmetik amallarda bilasiz, qausga oson bo'ladi. Qausga olaman, demak bular birinchi qo'shiladi va undan keyin yarmini topish uchun 2 ga bo'laman, to'g'rimi? Xo'p, konsolni ko'radigan bo'lsak, 11 chiqdi. Ikki sonning yig'indisi rostdan ham 11. Lekin men juda ham qiynalib ketdim mana bunday holatda chiqarish uchun. Bizda esa nimalar bor? O'zgaruvchi bor. Keling, yangi o'zgaruvchi olamiz, z degan. Z teng x plus y deyman. Endi bu z nimaga teng bo'ladi? Ikki sonning yig'indisiga.
Buni o'chirib turamiz. Ana endi natija kerak bizga. Yangi. Uzr, mana bu yerdan z ni buni ham let deb beraylik. Xo'p, endi bizga natija kerak. Keling, let natija teng z ning bo'lingan 2 ga bo'lingani, ya'ni. Endi konsolga bemalol natijani chiqarishim mumkin. Xo'p, qarayman. Natija 11 chiqdi. Boyagi usuldan ko'ra bu ancha tartibliroq va tushunarliroq va bir tekis yozilib ketildi. Endi keling, letni o'zini tushuntiraman. O'zi JavaScript'da ECMAScript standartlari haqida ozgina aytgandim, sizlarga ma'lumot bergandim. JavaScript'da avval boshdan var degan o'zgaruvchi e'lon qilinardi, faqatgina var. Let va const hali mavjud emas edi. Keyinchalik vardagi ba'zi bir muammolar tufayli let va const qo'shilgan. O'shaning uchun hozirda faqat ko'pchilik let va const ishlatishadi. Ammo varni ham ishlatsa bo'ladi. Kelasi darslarimizda vaqti kelganda sizlar bilan tushuntirib o'taman. Varda qanaqa muammo bo'ldi va let va const unga qanday yechim berdi, qanaqa qulayliklari bor. Mana shular haqida keyingi darslarimizda tushuntirib o'taman. Hozircha mana shuni bilsangiz kifoya. Ya'ni letni o'zi bilib oldingiz, menimcha. Istagan ma'lumot turimizni berishimiz mumkin. Xohlasak raqam, xohlasak harf bo'lishi mumkin, matnli ma'lumot bo'lishi mumkin. Bularni barchasini let yordamida o'zgaruvchiga berishimiz mumkin. Xo'p, endi constchi. Const ham xuddi shunday. Let singari u barcha turdagi ma'lumotlarni o'ziga olishi mumkin. U raqamli bo'lishi ham mumkin, u matnli bo'lishi ham mumkin va boshqa ma'lumot turlari bo'lishi ham mumkin. Ammo keling, ammo constni letdan farqini ko'ramiz. Const o'zi nomi konstanta so'zidan olingan, o'zgarmas degan ma'noni anglatadi. Constda bitta o'zgaruvchi e'lon qildingizmi, uni keyinchalik o'zgartirish xatolikka olib keladi. Misol uchun, letda biz istalgan o'zgaruvchi berib, uni keyinchalik bemalol boshqasiga o'zgartirib keta olishimiz mumkin, ammo constda esa bunaqa qila olmaymiz. Keling, const misol uchun pi soni degan bunaqa o'zgaruvchi beraman. Pi soni 3,14 ga teng bo'lgan son. Endi men pi ni o'zgartiraman. Pi teng bo'lsin, misol uchun 2,13 bo'lsin. Pi soni shunga teng deyman. Endi console.logga pi son chiqaradigan bo'lsam, xo'p, men mana bu yerda xato keldi. Uncount type error assignment to constant variable. Ya'ni bu xato nima deyapti? Qisqasi, mana shu sen konstantada pi degan o'zgaruvchi yaratding va unga qandaydir qiymat berding, ammo uni keyinchalik o'zgartiryapsan. Lekin sen konstanta bergansan. Konstanta o'zgarmas bo'lgan o'zgaruvchi yaratish uchun ishlatiladi. Lekin sen uni o'zgartirding deb bizda mana shunaqa xato bo'lyapti. Xo'p. Demak, konstantani tushunib oldilar deb o'ylayman. Bu faqatgina o'zgarmas bo'lgan ma'lumotlar uchun, o'zgarmas bo'lgan variablelar uchun ishlatilar ekan. Mana konstantamiz ham keldi, ham keldi. Xo'p, hozircha mana shu o'zgaruvchilar haqida mana shu ma'lumotlar yetarli. Var ham letga o'xshash, hozircha letga o'xshatib ishlatib tursa bo'laveradi. Keyinchalik ularning farqlarini yana ko'rsatib beraman. Keyingi darsgacha xayr.